Teparoqdan qo'ysang shabadasi ham keladi basharamga. Og'zingdan qo'ysang yaxshi bo'ladi. Kelay qo'yib nima qilasan? Qorasan. Yo'q, bor. Farosatingga paytava dadam uxlayapti ham demaydi, pasaytiradi uni. Pasaytir deyapman men senga. Rahim! Taqqillatorma, sabimni o'ynab. Rahim! Katta qo'layiniki taqqillatyapsanmi? Junpaypaqqa jun qilaman hozir. Amaga Rahimni chaqirib oling, o'ynamoqchi edim. 50 gradus issiqda irayda ammasini uyda o'ynaysanmi? Yo'qol. Voy bu issiq. Sizma qilib qo'yapti-yu. ¿Y qué fue? Qulam taydi, eshit, qulam taydi. Katta bola bo'lib qolding. Sal bunday ma'noli qo'shiqlar eshitgan. Masalan, Yulduz Usmonova YouTube'ga kir qidirgin. YouTube'ga kirib nima qilaman deb, mana Telegramda, Instagram bot bor-ku, mana qarang. Yulduz Usmonova. Ko'rdingizmi, nechta ashlash chiqib kelyapti? Temundachi muzikalarchi 8 da konsertni zal har xil equalizerlarda qilsa bo'ladi. YouTube, Instagram, Facebook, TikTokdagi har xil videolarni skachas qo'ysangiz ham bo'ladi. Yo'q, shunaqa narsalar chiqib ketdimi? Biz paytda kaseta yurardik. Apkachi? Shahlo Ahmedova. Dede. Men seni ko'ryapman.